Dangasa farzanddan ham qoriya farzand yetishtirish mumkinmi? Buning uchun ana shu 5 ta maslahatga amal qiling. Oxirida esa o'qigan kitobim nomini aytaman. Birinchisi, farzandingizga olayotgan ilmini qadrini tushuntiring. Bolangiz qilayotgan harakatini hurmat qiling va uni rag'batlantiring. Ikkinchisi, hech qachon bolangizning baholari sababli unga bo'lgan munosabatingizni o'zgartirmang. Boshqa tengdoshlarni unga maqtab, unga saboq beraman deb hech ham o'ylamang. Uchinchisi, bolangizning kuchli tarafini qidiring. Agar xato qilsa koyimang. U bilan birga muammoni hal qilishga harakat qiling. To'rtinchisi, bolangiz olayotgan ilmini hayot bilan bog'lang. Tadqiqotlarga ko'ra, 70% bolalar ularga o'rgatilayotgan darsliklarni keraksiz deb hisoblashar ekan. Siz esa bolangizga bu ilmlarni qayerda ishlatishi mumkinligini o'rgating. Beshinchisi, bolangizga vaqt bering va o'zingiz o'rnak bo'ling. Esingizda bo'lsin, bolalarning birinchi ustozi bu ularning onasi bo'ladi. Sizga esa bolamning o'qigisi yo'q degan kitobdan bir parcha o'qib berdim. Shu yerda berilgan maslahatlarni o'qib chiqing va birini tanlab farzandingizda ham sinab ko'ring. Obuna bo'lishni unutmang. Ma'salama.